Assalomu alaykum, hurmatli dasturchilik ishqibozlari, dasturchilikni qiziqib o'rganayotgan o'quvchilar. Bugun JavaScriptni o'rganish bo'yicha darslarimizning 3-chisi. Bugungi darsimizda biz veb sahifadagi yozuvning shriftini o'zgartirishni o'rganamiz. Ya'ni quyidagicha dasturni yozishni o'rganamiz. Bizda mana quyidagicha select tagida ko'rinadigan, ya'ni quyidagicha manakay shriftning nomlari bor. Shriftni ro'yxatdan tanlaganimizda ko'rib turganingizdek, sahifaning shrifti o'zgaryapti. Monospace. Hozir mana shu ishni qanday qilib JavaScriptda amalga oshirishni o'rganamiz. Lesson 3 HTML sahifasida darsimizning vaqtini cho'zmaslik uchun men tayyor HTML kodni yozib qo'ydim. Ya'ni select elementi unga fonts deb, ya'ni o'sha shriftlar deb nom qo'ydim idsiga. Buni o'zim ixtiyoriy tanladim. Xohlasangiz boshqacha nom berishingiz ham mumkin. Select idsi font va uning option teglari orasida birinchisiga shriftni o'zgartirish deb yozib qo'ydim. Ya'ni dastlabki holatda quyidagicha bu ko'rinib turadi. Shriftni o'zgartirish. Keyin har option teglarida uning value qiymatiga shriftning nomini yozib chiqadi. Verdan, Arial, Tahoma. Seriflar bu shriftlar oilasi o'zi aslida monospace. Mana tushuntirish uchun sizlarga shularni misol qilib oldim. Endi JavaScript kodni yozishga o'tsak. Select elementi chiroyli ko'rinishi uchun unga padding, ya'ni har tomonidan 5 pikseldan hoshiyalar berdim. Shunda select elementi sal chiroyli ko'rinishi uchun quyidagi stilni berdim. Endi bevosita skript yozishni boshlaymiz. Script avvalgi darslarimizdagiday select elementini idsi bo'yicha tanlab olamiz. Var o'zgaruvchi fonts. Bu nom ham mana o'zgaruvchini nomini aynan endi buni id'sini ham yoki o'zgaruvchi nomini ham fonts deb olayotganim uchun doimiy shundoq qilish kerak degani emas. Buni xohlasangiz boshqacha nom bilan ham nomlash mumkin. Men endi o'zimga qulay bo'lish uchun shunday nomlayapman. Xohlasangiz agar o'zgaruvchi nomini boshqacha tanlash ham mumkin, lekin menimcha shunday qilinganda qandaydir bir tushunarli ish bo'ladi deb o'ylayman. Fonts teng document mana WebStorm dasturida shunaqa qulaylik bor. Get element by id dastlabki harflarni o'zini yozganingizda ham tanlab beradi. Identifikatori fonts bo'lgan, demak id'si fonts bo'lgan elementni tanlagan deb go'yoki buyruq beryapmiz. Xo'sh, buni tanladik. Qani endi yozamiz. Fonts nuqta on change, ya'ni o'zgartirganimizda, ya'ni mana shu amal manakay change, ya'ni o'zgartiryapmiz yoki tanlayapmiz. On change, ya'ni tanlagan paytida, tanlash amali bajarilgan, xatti-harakati bajarilgan paytda function, ya'ni quyidagi funksiyani amalga oshirgan. Document body document body style. Xuddi avvalgi darslarimizning o'zidagidek
Style endi bu yerda faqat font family. Ya'ni shriftlar oilasining nomi teng bo'lsin. Ya'ni fontsning, ya'ni id'si font ushbu font obyektining valuesiga, qiymatiga teng bo'lsin, ya'ni shrift, ya'ni value qiymatidagi value qiymatidagi narsa bu bodyning font family stillariga shu qiymatni beriladi. Fonts value ana shunday kod yozamiz. Lesson 3 HTML sahifasini ishga tushiramiz. Ko'rib turganingizdek, Lesson 3 HTML sahifasi. Men sizga boya dastlabki holatda skriptni ishlamayotgan holatida ko'rsatmanman. Uzr, lekin mana endi ishlatib ko'ramiz. Demak, kodimiz ishlayapti. Monospace deganimizda, monospace degani harflar orasidagi masofa bir xil bo'ladi. Sans serifdachi, sans serifda serifni tushuntirsam avval, serifda mana harflarda mana ruschasiga zasechka deydi. Quyidagicha mana harflarning uch qismida ya'ni bir nima desa bo'lar ekan, chiziqchalari bor. Mana D ham mana ustki qismida ko'rinib turibdi. Sans serifda esa harflar bunaqa zasechkalari bo'lmaydi, to'g'ri holatda bo'ladi. Monospace degani bu harflarning orasidagi masofalar bir xil. Bugungi tushuntirmoqchi bo'lgan mavzu shundan iborat edi. Agar boshlovchi dasturchilar uchun, dasturchilikni o'rganishni istayotganlar uchun bu qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, izohlaringizni videoning ostida qoldiring, kanalga obuna bo'ling. Bundan buyog'iga mana shunday qiziqarli mavzularni video tarzida kanalga joylab borishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling.